Ko'pchilik faqat Yevropani o'ylaydi, lekin Afrikaning ayrim davlatlarida ham mavsumiy ishlar borligini bilarmidingiz? Bugun siz bilan Misr, Tunis, Marokash, Liviya va Jazoirdagi mavsumiy ishlar, ish topish saytlari, agentliklar, oylik maoshlar, viza talablari, til bilimi, yotoqxona va real hayot haqida gaplashamiz. Ba'zi davlatlarda kirish oson, lekin oylik past. Ba'zilarda esa pul katta, lekin xavf ham katta. Shuning uchun video oxirigacha ko'ring. Misr. Arzon hayot va turizm ishlari Misr. Afrikadagi eng mashhur davlatlardan biri. Ko'pchilik bu davlatni faqat piramidalar yoki sayohat bilan bog'laydi. Lekin bu yerda mavsumiy ishlar ham bor. Asosan ishlar: mehmonxona, restoran, kafe, turist xizmatlari, ombor, savdo, tozalash ishlari. Turizm mavsumida ish ko'payadi. Ayniqsa yoz oylarida mehmonxona va restoranlar qo'shimcha ishchi oladi. Oylik qancha? $150 dan $500 Tajribali yoki til biladiganlar ko'proq olishi mumkin. Viza haqida. Nisbatan osonroq, turistik kirish mavjud. Keyin ish ruxsati qilishadi. Kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport, rasm, mehmonxona bron, ba'zida bank hisoboti. Til bilimi. Ingliz tili foydali. Arab tilini bilsangiz ish topish osonlashadi. Yotoqxona. Ayrim mehmonxonalar worker room beradi. Ko'pincha 2-4 kishilik xona bo'ladi. Ish topish uchun saytlar: wuzzuf.net, farasna.com, linkedin.com. Tunis. Tinch hayot va mavsumiy turizm. Tunisiya. O'rta Yer dengizi bo'yidagi sokin davlatlardan biri. Bu davlat ko'proq turizm, beach hotel, restoran, xizmat sohasi bilan ishlaydi. Mavsumiy ishlar yoz oylarida ko'payadi. Ayniqsa dengiz bo'yidagi mehmonxonalarda ishchi ehtiyoji katta bo'ladi. Ishlar: ofitsiant, tozalash, oshxona yordamchisi, beach worker, reception. Oylik $200 dan $600 Ish saytlari: aneti.tnkijob.com, linkedin.com. Viza. O'rtacha darajada ish kontrakti bo'lsa osonroq. Firmalar ba'zida yordam beradi. Kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport, rasm, kontrakt, tibbiy ma'lumotnoma. Til. Fransuz tili katta plus. Ingliz tili ham kerak bo'lishi mumkin. Yotoqxona. Turizm zonalarida ko'p firmalar yotoqxona beradi. Ko'pincha shared room. Marokko Afrikadagi strategik davlatlardan biri. Yevropaga juda yaqinligi sabab bu yerda savdo va turizm rivojlangan. Ishlar: call center, mehmonxona, logistika, savdo, restoran, turizm xizmatlari. Ko'pchilik bu davlatni Yevropaga chiqish uchun ko'prik deb hisoblaydi. Oylik $250 dan $800 Til biladiganlar call centerda ko'proq topishi mumkin. Viza. O'rtacha ish topilsa rasmiylashtirish mumkin. Kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport, CV, kontrakt, bank ma'lumoti. Ish saytlari: recruiter.com, emploi.ma, linkedin.com. Til. Bilimi afzali. Fransuz tili juda muhim. Ingliz va arab tili ham foydali. Yotoqxona. Ayrim firmalar beradi, ayrimlar esa faqat ish bilan ta'minlaydi. Liviya hozir ham xavfli davlat hisoblanadi. Lekin neft boyligi sabab ayrim ishlar juda katta pul beradi. Asosiy ishlar: neft sektori, qurilish, texnik xizmat, xavfsizlik, og'ir texnika. Bu davlatga oddiy turist sifatida borish tavsiya qilinmaydi. Ish saytlari: LinkedIn, linkedin.com, neft gaz ish uchun, oil kompaniyalari, official career pages. Oylik $800 dan $3000 Xavfli hududlarda bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Viza juda qiyin. Ish kontrakti kerak. Ko'pincha kompaniya chaqiruvi bilan kiriladi. Kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport, kontrakt, tibbiy tekshiruv, ish tajribasi hujjati. Yotoqxona. Katta kompaniyalar worker camp yoki yotoqxona beradi. Til. Afzalliklari: arab. Texnik ishlar uchun ingliz tili kerak bo'ladi. Algeria. Jazoir. Afrikadagi eng katta davlatlardan biri va neft, gaz resurslari juda katta. Bu yerda asosan energetika, neft, gaz, qurilish, texnik xizmat, davlat sektori rivojlangan. Lekin tashqaridan kelgan migrantlar uchun tizim unchalik ochiq emas. Oylik $300 dan $1000 Texnik yoki tajribali ishchilar ko'proq topadi. Viza qiyin. Ishsiz kirish deyarli imkonsiz. Kontrakt talab qilinadi. Kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport, kontrakt, tibbiy hujjatlar, tajriba sertifikati. Til. Fransuz tili foydali. Arab tilini bilish ham katta plus. Yotoqxona. Ayrim texnik kompaniyalar yotoqxona va ovqat beradi. Ish saytlari:
anem.dz, employtip.com, linkedin.com. Ko'rib turganingizdek, har bir davlatning o'ziga yarasha imkoniyati va qiyinchiligi bor. Misr va Tunis kirish osonroq, lekin oylik pastroq. Marokash strategik va rivojlanganroq. Liviya xavfli, lekin katta pul bor. Jazoir esa boy, lekin yopiqroq tizimga ega. Eng muhimi, internetdagi har bir agentlikka ishonmang. Kontraktsiz pul yubormang va kompaniyani tekshiring. Agar yana shunaqa real davlat analizlari kerak bo'lsa, kanalga obuna bo'ling.